Janubiy Koreya, bu yerda juda ham ko'p o'zbekistonliklar yashaydi. 100 ta emas, 1000 ta emas, 98 mingdan ortiq o'zbekistonliklar. Bu Koreyadagi eng yirik diasporalardan biri. Har yili oqim oshib boryapti. Ishchilar, talabalar, tadbirkorlar Koreya allaqachon magnitga aylangan. Lekin bu illyuziya bo'lib qolish kerak emas. Bu yerda har xil odamlar bor. To'g'ri ishlab biznes yurg'izayotganlar ham bor. Koreya qonunlarini buzib yurganlar ham ko'p. Janubiy Koreya qattiq qonunlar davlati. Bu yerda beparvolik kechirilmaydi, hatto qimmatga tushadi. Ayniqsa xorijliklar uchun. Lekin buni boshqa tomoni ham bor. Ko'plab o'zbeklar ishni noldan boshlagan. Tanish bilishsiz mehnat intizom bilan ko'tarilib borishyapti. Bugun Koreyada o'zbek kafelari juda ko'p va u yerga faqat o'zbeklar kelmaydi. Koreyslar, sayyohlar, chet elliklar bu allaqachon odatiy holga aylangan. Osh, lamon, somsa bu yerda taniqli. O'zbeklarning oshxonasini bu yerda juda yaxshi ko'rsatadi, chunki bizning ovqatlarning ta'mi boshqacha. Keyingi bosqich biznes, avto eksport, kosmetika, ehtiyot qismlar, logistika xizmatlari. O'zbeklar tizimga allaqachon moslashmoqda. Bitta davlatda ikki xil yo'l. Kimdir yo'qolib jinni bo'lib qolyapti, kimdir rivojlanib bizga o'xshab boyib ketyapti. Qichuv mashinalarda yurib. Hozir. Oke, hozir. Yo mashinangizni haydamadi, hozir olib kirib beramiz, oke? Aha, xo'p, rahmat, brat. Egasi quvvatda olib borib berish kerak mashinani.